Oila vujud kabidir. Bu vujudning tomirlarida aylangan va unga tetiklik baxsh etuvchi narsa qon, sevgidir. Vujudning tayanchi hisoblangan umurtqa hurmatdir. Yashashimiz uchun eng kerakli narsa qonning vujudda aylanishini ta'minlab beruvchi yurak esa samimiyatdir. Turli xil kasalliklardan himoyalovchi kuch sadoqatdir. Insonni boshqaruvchi unsurlar aql, vijdon, irodaning zaminida mas'uliyat turadi. Bu 5 xususga e'tibor berilsa, inson qidirganini topadi va oilada baxt va huzur halovatga erishadi. Bunday oilada voyaga yetgan farzandlar mas'uliyatsiz va loqayd bo'lmaydi. Mustahkam jamiyat uchun bu xususlar shart. Bundan tashqari oilasiga e'tiborli har bir mo'mindan va umuman har bir insondan katta mas'uliyat talab qilinadi. Qisqasi, jamiyatning tayanchi hisoblangan oilaning mustahkam bo'lishi bu 5 oltin qoidaga amal qilishga bog'liq.